To'rtinchi bo'limni boshladik. Nisbatan uzun mavzularimizga yetib kelyapmiz. Miloddan avvalgi 6-milodiy 3-asrlarda O'rta Osiyo. 33-34 mavzular Ahamoniylarning O'rta Osiyoga bosqinchilik yurishlari. Kir va uning bosqinchilik yurishlari. Kir II O'rta Osiyo hududini bosib olishga harakat qilgan birinchi fors hukmdorlaridan bo'lgan. U Parfiya, Marg'iyona va Baktriyani bosib oldi. Miloddan avvalgi 530-yilda Kir II ulkan lashkar bilan massagetlar ustiga yurish qildi. Shu davrda massagetlar qabilalarining malikasi Tumaris edi. Bu yurish to'g'risida tarix otasi Gerodot shunday hikoya qiladi. Bu jang barcha janglardan ham dahshatlirog'i edi. Oldin har ikki dushman kuchlar bir-biriga qarshi jangovar saf tuzishib, kamondan o'q yog'dirdi. O'qlari tugagach, qo'llariga xanjar va nayzalar olib, dushmanga qarshi tashlandi. Jang uzoq davom etdi. Hech kim chekinishni xayoliga keltirmasdi. Ko'p qon to'kildi. Nihoyat massagetlarning qo'li baland keldi. Fors qo'shinlarining ko'pchiligi qirildi. Jang maydonida Kir IIning o'zi ham halok bo'ldi. Dorobirning saklarga qarshi yurishi. Dorobir hukmronligining birinchi yili Marg'iyonada fors istilochilariga qarshi yirik xalq qo'zg'aloni ko'tarildi. Qo'zg'alonga Frada rahbarlik qiladi. Qo'zg'alonchilar bilan forslar qo'shinlari o'rtasidagi hal qiluvchi jang miloddan avvalgi 522-yilda bo'lib o'tgan. Fradaning o'zi asirga olinadi va qatl etiladi. Bu voqea haqidagi ma'lumotlar Behistun qoyatosh yozuvlariga qayd etilgan. Dorobirning Behistun yozuvlaridagi xabari. Marg'iyona degan mamlakat menga bo'ysunmay qo'ydi. Marg'iyonalik Frada ismli bir kishini ular o'zlariga boshliq tayinladi. Shunda men Baktriya satrapi Dadarshishga chopar jo'natib, borib meni mensimay qo'yganlarni tor-mor qilish kerak dedim. Dadarshish qo'shinlari bilan Marg'iyonaliklar ustiga yurish qildi. Meni Ahuramazda qo'lladi. Ahuramazda irodasi bilan isyonkor qo'shini butunlay yengildi. Dorobir hukmronligining 3-yilida saklar ustiga yurish qiladi. Bu yurish haqida ham Behistun bitiklarida ma'lumot qoldirilgan. Ayni paytda bu yurish haqida tarixchi Polien miloddan avvalgi 2-asrda keltirgan boshqa bir rivoyat ham mavjud. Saklar rivoyatida hikoya qilinishicha, forslarning qoshiga sak qabilasidan bo'lgan cho'pon Shiroq keladi va fors qo'shinlarini o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan so'qmoq orqali saklarni orqa tomoniga boshlab borishini aytadi. Suvsiz cho'l biyobon bo'ylab 7 kun yo'l bosishgach, tashnalikdan azob chekayotgan forslar o'zlarining aldanganliklarini sezib qoladi va jasur cho'ponni o'ldiradilar. Dorobir uning saklar ustiga yurishi muvaffaqiyatsiz tugaydi. Polien Shiroq jasorati haqida. Qo'shinlar Shiroq bilan 7 kunlik yo'lga tushdi. Suvsiz sahroga kirib bordi. Mingboshi Ranosbat Qulovizdan yo'l boshlovchi so'radi. Buyuk shohimizni aldab, ko'p sonli qo'shinni bu suvsiz sahroga boshlab kelishga seni nima majbur qildi? Bu yerlarda qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadi. Na bir chashma, na bir jonzot uchraydi. Ilgari yurmoq yoki orqaga qaytmoqning imkoni yo'q. Shiroq qahqah urib javob berdi. Men yengdim. Saklarni halokatdan qutqazmoq uchun sizlarni tashnalik va ochlik balosiga giriftor qildim. Ahamoniylar davlat boshqaruvi. Bosib olingan mamlakatlarni itoatda tutib turish uchun Ahamoniylar yagona davlatni alohida viloyat satrapiyalarga bo'lib tashladi. Bu so'z forscha shatra viloyat so'zidan kelib chiqqan. Satrapiyalar hukmdorlari satraplarga cheklanmagan hokimiyat berilgan edi. Ularning ko'pchiligi Ahamoniylar sulolasi vakillari bo'lgan. O'rta Osiyoning forslar bosib olgan viloyatlari 3 satrapiyaga bo'lingan. Har bir satrapiyadan fors shohiga yillik o'lpon soliq yetkazib berilgan.
Bundan tashqari, qaram xalqlar saroy va ibodatxonalar qurilishiga ham safarbar etilgan. Soliq sifatida kumush, chorva mollari, otlar, tuyalar, qo'ylar, hunarmandchilik buyumlari, sopol idishlar, qurol-yarog', zeb-ziynatlar, kiyim-kechak, matolar va hayvonlarning terilari berilar edi. Doro I va uning vorisi Kserks hukmronligi davrida egallab olingan hududlarda istiqomat qilgan O'rta Osiyoliklar Yunon-Fors urushlarida ishtirok etgan. Mashhur Marafon jangida M.A. 490-yil Fors qo'shinlari safining markazida bo'lgan saklar muvaffaqiyatli urushgan. Gerodot Fors shohi Kserks boshchiligida Yunonlar ustiga yurish qilgan O'rta Osiyolik jangchilar qurol-yarog'ini tasvirlagan. Baktriyaliklar kamon va nayzalar bilan, saklar xanjar va jangovar boltalar bilan, xorazmiylar va sug'diylar baktriyaliklarniki kabi qurol aslahalar bilan jangga kirgan. Saklar va Baktriya suvoriylari Kserks qo'shinini eng yaqin jangchilaridan hisoblangan. Gerodotning massagetlar haqidagi hikoyasi. Massagetlar skiv saklar singari kiyinadi, turmush tarzlari bir xil. Ular odatda otda va piyoda jang qiladi. Odatda o'q-yoy, nayza va jangovar boltalar bilan qurollanadi. Ularning barcha buyumlari va asboblari oltin va misdan ishlangan. Nayzalarining va kamon o'qlarining uchi hamda harbiy boltalari misdan yasalgan. Bosh kiyimlari oltin bilan bezatilgan, otlari himoyalovchi sovut bilan yopilgan. Ular ham misdan to'qilgan. Massagetlar g'alla ekmaydi, chorvachilik va baliq ovlash bilan kun kechiradi. Araks, Amudaryoda baliq ko'p. Ular ibodat qiladigan yagona tangri Quyoshdir. Quyosh xudosiga otni qurbonlik uchun keltiradilarki, g'ayratli tangriga g'ayratli tezchopar jonliqni qurbon qilish kerak deb hisoblaydilar. Madaniyatning rivojlanishi. Yozma va arxeologik manbalar miloddan avvalgi 6-4 asrlarda O'rta Osiyo xalqlari hunarmandchilik, zargarchilik, tikuvchilik, kulolchilik va binokorlik sohalarida yuqori darajaga erishganidan dalolat beradi. Daryolar vohalarida Ko'ktepa, ya'ni Zarafshon, Daratepa, Qoshqadaryo, Xumbustepa va Ko'zaliqir, Quyi-Amudaryo vohasi kabi qadimiy hunarmandchilik markazlari ham rivojlangan. Yozma manbalarda mis, temir madanlari qazib olingani, O'rta Osiyoning sharq mamlakatlari bilan bog'langan qadimiy karvon yo'llarida olib borilgan savdo-sotiq ishlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Savdo karvonlari qaroqchilar hujumi va talonchiligidan himoya qilingan. Muhim savdo yo'llari o'tgan daryolar kechuvlari va tog' dovonlari bo'ylab harbiy istehkomlar qurilgan. So'zadagi saroy qurilishi haqida Doro bir yozuvi. Qurilishda ishlatilgan oltin sard va Baktriyadan olib kelindi. Olmos, lal va yoqut Sug'diyonadan keltirildi. Qo'llangan ko'k yoqut Xorazmdan, kumush va jez Misrdan olib kelindi. Miloddan avvalgi 5-4 asrlarda O'rta Osiyo hududida dastlabki tanga pullar tarqalgan. Zargarlik san'atining yuksak darajada rivoj topganiga bugungi kunda Britaniya muzeyida saqlanayotgan 1877-yilda Amudaryo xazinasidan topilgan oltin va kumush buyumlari yorqin misol bo'la oladi. Har bir shaharda ichki qal'a bo'lgan. Shaharning atrofini egallagan dehqon xo'jaliklarida ota urug'ga mansub katta oilalar kun kechirgan. Dehqonlar qo'rg'onlari, uy-joy va xo'jalik xonalaridan iborat bo'lgan. Arxeologlar shahar va qo'rg'onlar atrofida dalalarga suv olib kelgan anhorlar va ariqlar izlarini topishgan.